Ko'pchilik 45 ming mehmonxona qayerda joylashganini so'raganmi? Akamiz mehmonxonani obzor qilib chiqamiz. Adres, lokatsiyani hammasini tushuntiramiz azizlar. Qani ketdik. Lena Hotel mehmonxonasi, общий xonalarimiz 45 ming so'mdan boshlanadi. Mana bu xonalarimiz 3 kishilik, 3 ta kravati bor, televizori bor, Wi-Fi bor, hamma imkoniyatlari mavjud. Endi esa oilaviy xonalarni ko'ramiz. Ketdik. Azizlar, endi oilaviy xonalarni ko'ramiz. Qani ketdik. Xonada konditsioner, televizor, Wi-Fi, eng asosiysi sanuzel ichida joylashgan. Qani keling. Ko'rsating. Mana. Bemalol kelaverasizlar. Adres hozir tushuntiramiz azizlarim. Manzilimiz Chilonzor, Oqtepa Kuruta kelishda, Haytik masjidi ro'parasida. Lena Hotelda kutib qolamiz. Azizlar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Eng yaxshilar faqat bizda. Green Hotel azizlar, xonalar 70 ming, 100 mingdan boshlanadi. Bunaqasi bo'lmagan shaharda sentrda xonalarni obzor qilamiz. Ungacha bitta like bosib, obuna bo'lib turinglar. Qani ketdik. Xonalar 70 ming so'mdan 100 ming so'mdan boshlanadi azizlar. To'ppa to'rishdinglar. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, sanuzel, hamma sharoit bor. Undan tashqari 8 tali xona bor azizlar, 3 tali xona bor, 4 tali xona bor, oilaviy xonalar bor. Bitta like bosib qo'ying. Manzil tushuntiraman, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar uchun manzil zo'r joyda. Manzil Chavandoz 14, aeroport yaqin, Severniy vokzal yaqin, undan tashqari Magic City yaqin, jiyalar bilan kelaveradi. Eng asosiysi xonalarga bezak qo'yilmaydi. Shu videoga bitta like bosib, quyidagi raqamga qo'ng'iroq qilinglar, Telegram kanaliga o'tsanglar, lokatsiyasi ham bor. Tog'a, bu zo'r joy ekan, qayerga olib keldingiz meni? Tog'alar masalani yosh ko'rinayapti. Yunusobodda Shohsaroy to'yxonasining ro'parasi Shohjon Hotelga olib keldim. 85 ming xonalar boshlangan ekan. Biz ham uyga borib iltimos. Sen kelding, orqangdan jo'ralar ham keladi. Yurdi. Ollaka tushdi. Ketdik. Tog'a, zo'r joy ekan-ki beray. Bu 3 kishilik xona. Xonalar 85 mingdan boshlanadi. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, sanuzel, hamma sharoit bor. Eng asosiysi shahar sentrda. Ko'ryapsanmi, qanaqa joylarni topib qo'yaman? Oilaviy xonalarni ham ko'rsating, ha? Oilaviy xonalarni nima qilasan? Yirik. Uylanarman men ham. Bu oilaviy xona. Bu yerda ham konditsioner, Wi-Fi, televizor, sanuzel, hamma sharoitlar bor. Eng asosiysi yerda o'chasan, shaharda qara. Mazami? Manzilda ayting qani? Manzil Yunusobod Shohsaroy to'yxonasi ro'parasida, Shohjon Hotel Anorzod 65. Esdan chiqmas, quyida raqamlarga qo'ng'iroq qiling, Telegram kanaliga o'tsanglar, lokatsiyasi ham bor. 85 mingdan boshlanadi. Toshkent bozor olib bo'lish, esdan chiqmasdan yaxshi ko'ramiz. Bezaks mumkin emas, bezovta qilmanglar. Shaharda sentrdan gostinitsa topib qo'ydim sizlarga. 4 kishilik xona 100 ming so'mdan boshlanadi. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, sanuzel, hamma sharoitlari bor. Oilaviy xonalarni ko'ramiz. Unga bitta like bosib qo'ying. Shahar sentrda obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qani ketdik. Bu oilaviy xona azizlar. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, sanuzel, hamma sharoitlari bor. Bitta like bosib qo'ying, manzilni tushuntiraman. Qani ketdik. Manzilimiz Mirobod, Chavandoz 39-uy azizlar. Yaqin joylar: aeroport, Severniy vokzal, Magic City yaqin. Bitta like bosib, obuna bo'lishdan chiqmasin. Nomerlarini qoldirdim, telefon qilinglar, o'sbit qo'yinglar, jiyanlarni olib kelinglar, mazza qilib aylantirasizlar. 50 ming so'mdan to'ppa-to'g'ri eshitdingiz. 50 ming so'm o'tkazishga shoshilmang. Xohlagan Viberda ko'ring. Mana tovar zo'rlari keldi. Men oddiy blogerman azizlar. Toshkent bozor xalq uchun xizmat qiladi. Sizlar uchun eng yaxshi joylarni topaman. Narsalarni 50 ming so'm kvadrat metr o'sbit qo'ying. Manzil Sergeli indeksda. Quyida raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Negativ yozmanglar. Xalq uchun xizmat qilaman. Toshkent bozor obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like bosib yaqinlar tarqatib o'sbit qo'yinglar. 50 ming so'mdan. Turishi 350 ming so'm. To'ppa-to'g'ri negativga e'tibor qilmanglar. Turishi 350 ming so'm, 2,5 ga 4 azizlar. Undan tashqari daroshkalar bor. Bemalol kelaverasizlar. 35 ming so'mdan kvadrat metri bo'ladi. Manzilimiz Sergeli indeksda, gilam yarmarkasida. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Toshkent bozoriga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bitta like bosib yaqinlar tarqatib qo'ying. Xohlaganini topasiz. Ko'p Viberlar. Bittasini olib chiqdik. 2,5 ga 4, 350 ming so'm. Toshkentda 50 ming so'mga mehmonxona, uni ustiga yana metro ham yaqin. Azizlar, videoni ko'rishdan oldin bitta like ham bosib qo'ying va yaqinlarga jo'natib qo'ying. Xonalarni tomoshalaymiz. Ketdik. Azizlar, bu xonamiz общий. Do'stlar bilan kelib, oilaviy kelib dam olayotgan xona 50 ming so'mdan boshlanadi. Azizlar, televizor bor, konditsioner, Wi-Fi, hamma sharoit bor. Sanuzel ham bor azizlar. Xavotir olmanglar. Bemalol kelsanglar, bilan telefon qilinglar, tez joylarni zaynat qilinglar. Bunaqa xonalarni qaytib topolmaysizlar. Oilaviy xonalarni ko'ramiz. Qani ketdik. Azizlar, bu xonamiz oilaviy xona. Xonada televizor, Wi-Fi, sanuzel, konditsioner, sanuzel ham ko'rsatib yuboring. Hamma sharoit mavjud. Eng asosiysi xonalarimiz top-toza. Qani
Gastitsamiz azizlar 3 etajdan iborat oilaviy xonalarni ko'rdinglar, optik xonalarni ko'rdinglar. Bemalol kelsanglar bilan Toshkent bozor Instagram kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Gastitsamiz nomi Dunyo Hotel, lokatsiya Telegram kanalida nomerlar bemalol qo'ng'iroq qilsanglar bilan azizlar. Hammalaringizni kutamiz. Sog' bo'linglar. Ana onasi sog' salomat Toshkentga ham kelib oldik. Rahmat sizga. Sen bilarsan. Endi ketdikmi? Qayerga? Xolamlarnikiga. Yo, menga noqulay bilasan, har holda kuyovman. Qayoqqa boramiz endi? Yur, zo'r joy bu, o'sha yerga boramiz. Ketdik. Bormi qayoqqa? Mazza qaynalamiz Toshkentga ketdik. Qara, xonalari 85 mingdan boshlangan ekan. Bu 3 kishilik xona. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, sanuzil hamma sharoit bor. Ko'rdingmi? Ha, so'rayman. Taton, beminnat kerak. Endi 2 kishilik xonalarni ko'rsatam. Ketdik birimiz. Bu oilaviy xona. Xonada konditsioner, Wi-Fi, televizor, sanuzil hamma sharoit bor. Manzil 82 ga esdan chiqib ketsa, eslatib o'rasan, xo'pmi? Xo'p. Voy oyijonim. Allo, assalomu alaykum oyijon. Yo'q, xolamiznikiga bormadik. O'g'lingiz bitta zo'r joyga olib keldilar. 20 ming so'm to'ppa to'g'ri eshitdingiz. 20 ming so'm. 20 ming so'm. 20 ming so'm. 30 ming so'm. 30 ming so'm. Aha. 30 ming so'm. Hop. 75 ming so'm. Aha. 39 ming. 39 ming. 39 ming. Aha. Bular nechi pul? 50 mingdan. 50 ming. 50 ming. 50 ming. 50 ming. Nargis ham 50. Liboyni tanlab olasizlar, 50 ming so'mdan olasizlar. 50. Aytilayotgan narxlar kvadrat metrga hisoblanadi. Manzilimiz Sergeli Index gilam yarmarkada AESda quyida raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Dastlabki xizmat Toshkent bo'ylab bor. Shu videoga bitta like bosib, yoqlarga tarqatib qo'ying. 20 ming, 30 ming, 39 ming, 50 ming so'mdan kvadrat metr bunaqasi hech qayerda yo'q, faqat bizda bor. Obuna bo'lishdan chiqmasin. Shunaqami? bitta like bosib qo'yinglar, qidirib yurganlarga jo'natib qo'yinglar. Operatorchidan bitta like bosib orqaga yiqilma.